Assalomu alaykum. Bugungi brifingda sizlarni Sho'rtan gaz kimyo majmuasi mas'uliyati cheklangan jamiyatida davlat yoshlar siyosati doirasida 2026-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar hamda erishilgan natijalar bilan tanishtirib o'taman. Joriy yilning birinchi yarim yilligida yoshlarning intellektual salohiyatini rivojlantirish, ularning ijtimoiy faolligini oshirish, kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ijtimoiy himoyasini kuchaytirishga qaratilgan 20 dan ortiq yirik tadbir va loyihalar amalga oshirildi. Avvalo yoshlarning ma'naviy, ma'rifiy va intellektual salohiyatini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Jumladan, joriy yilning fevral oyida Mir Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, aprel oyida Sohibqiron Amir Temur tavalludi hamda boshqa muhim sanalar munosabati bilan ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar, ijtimoiy so'rovnomalar va targ'ibot ishlari tashkil etildi. Joriy yilning mart oyida yoshlar o'rtasida Zakovat Quiz intellektual musobaqasi o'tkazildi. Shuningdek, O'zbekneftgaz aksiyadorlik jamiyati tizimida tashkil etilgan Intellektual Olimpiada 2026 musobaqalariga puxta tayyorgarlik ko'rish maqsadida Zakovat, Bring Ring, shaxsiy o'yin, Erudit kvartet hamda Xamsa yo'nalishlari bo'yicha saralash bosqichlari tashkil etilib, majmua yoshlar terma jamoasi shakllantirildi. Olib borilgan tizimli tayyorgarlik o'z samarasini berib, natijada yoshlarimiz Samarqand shahrida o'tkazilgan Brain Ring musobaqasida g'oliblikni qo'lga kiritdi. Buxoro shahrida tashkil etilgan Zakovat bilimlar bellashuvida esa faxrli ikkinchi o'rinni egalladi. Bugungi kunda majmuamiz yoshlar jamoasi Intellektual Olimpiada 2026 musobaqasining umumiy reytingida peshqadamlikni saqlab kelmoqda. Shuningdek, 30-iyun Yoshlar kuni munosabati bilan majmuada tashkil etilgan bayram tadbirlari doirasida ham Zakovat intellektual o'yini o'tkazilib, yoshlarning bilim va tafakkur salohiyatini yanada rivojlantirishga xizmat qildi. Yoshlarning kasbiy salohiyatini oshirish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash borasida ham tizimli ishlar amalga oshirildi. Xususan, 2 nafar iqtidorli yosh mutaxassislarimiz O'zbekiston Respublikasi Yoshlar ishlari agentligi huzuridagi yoshlar muammolarini o'rganish va istiqbolli kadrlarni tayyorlash institutida malaka oshirish dasturlarida ishtirok etdi. Hisobot davrida 5 nafar istiqbolli yosh xodimlarning lavozimi oshirildi. Shuningdek, yoshlar bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish ustuvor vazifalardan biri sifatida belgilandi. 7-may kuni rahbar va yoshlar uchrashuvi tashkil etilib, yoshlarning taklif va tashabbuslari tinglandi hamda ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida tegishli chora-tadbirlar belgilandi. Bundan tashqari 3 avlod uchrashuvi tashkil etilib, tajribali mutaxassislarning bilim va tajribasini yosh avlodga yetkazishga alohida e'tibor qaratildi. Yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish maqsadida ham qator tadbirlar amalga oshirildi. Mart oyida umumxalq xayriya hashari doirasida majmua hududida keng ko'lamli obodonlashtirish ishlari olib borildi. Unda yoshlar faol ishtirok etdi. Axborot texnologiyalariga qiziqadigan yoshlar o'rtasida Counter-Strike 2 yo'nalishi bo'yicha kibersport musobaqasi tashkil etildi. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlar orqali targ'ibot ishlari muntazam olib borildi hamda jaholatga qarshi ma'rifat shiori ostida ma'naviy, ma'rifiy tadbirlar o'tkazildi. Yoshlarni kasbga yo'naltirish va ishlab chiqarish jarayonlariga jalb etish maqsadida oliy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik izchil davom ettirildi. Joriy yilning birinchi yarim yilligida jami 282 nafar talaba uchun majmuada amaliyot darslari tashkil etildi. Amaliyot davomida talabalar zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlari bilan yaqindan tanishib, nazariy bilimlarini amaliyot bilan mustahkamlash imkoniyatiga ega bo'ldilar. Yoshlarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash borasida ham manzilli ishlar amalga oshirildi. Jumladan 5 nafar yoshlarning murojaat va muammolari ijobiy hal etildi. Bundan tashqari nikoh to'yi munosabati bilan 3 nafar yoshga oliy ta'lim muassasalari to'lov kontrakt mablag'larini ish haqi hisobidan to'lagan yana 5 nafar yoshga moddiy yordam ko'rsatildi. Kelgusida ham davlat yoshlar siyosati doirasidagi ishlar izchil davom ettiriladi. Jumladan rahbar va yoshlar uchrashuvlarini muntazam tashkil etish, Intellektual Olimpiada 2026 ning navbatdagi bosqichlariga puxta tayyorgarlik ko'rish, yoshlarning kasbiy va intellektual salohiyatini rivojlantirish hamda ularning ijtimoiy, maishiy muammolarini manzilli hal etishga alohida e'tibor qaratiladi. E'tiboringiz uchun rahmat.